Bir odam poyezdda ketayotib ro'parasida o'tirgan ayolning rasmini yashirincha chizardi. Ayol buni sezsa ham parvo qilmay stol ustidagi shokoladni ochib yeyishni boshlaydi. Odam bo'lsa unga hayron bo'lib, axir bu meniki-ku deb u ham yeyishni boshlaydi va ayolga ma'nili qarab qo'yadi. Lekin ayol unga parvo ham qilmaydi va yeyishda davom etadi. Oxiri bu ish har ikkalasiga ham qiziqarli tuyulib kulishib ketishadi. Shu payt ayol poyezddan tushmoqchi bo'ladi. Odam shokoladni unga surib qo'yadi, lekin ayol uni olmay kulib tushib ketadi. Ayol tushib ketgandan so'ng kissasiga qo'l solib, hali ochilmagan shokoladni ko'rib nomusdan yerga kirib ketgudek bo'ladi va stol ustidagi shokolad ayolniki ekanini bilib kulib qo'yadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay taqdir ularni yana bir bor uchrashtiradi va darhol o'tgan safargi kelishmovchilikni tushuntirishni boshlaydi. Ham yashirincha chizgan rasmni ayolga sovg'a qiladi. Ularning munosabati tezda yaqinlashib, to'y qilib farzandli ham bo'lishadi. Biroq yaxshi kunlar uzoqqa cho'zilmaydi. Bir kuni uning boshi juda qattiq og'rib, kasalxona tekshiruviga borib, o'zining tuzalmas kasalga chalinganini, bir necha oylik umri qolganini bilib, bu haqda xotiniga bir necha marta aytishga harakat qiladi, ammo ayta olmaydi. Ayolning azoblanishini istamaydi. Ayoli ikkinchi farzandiga homilador edi.